Demak, mavzuyimiz migren. Og'riq joylashishiga ko'ra unilateral, ya'ni boshning yarmida, bir qismida uchruvchi, davomiyligi 4 soatdan 72 soatgacha davom etuvchi bosh og'rig'i hisoblanadi. Demak, bemorlarda og'riqni xarakterlaydigan bo'lsak, bu lo'qillovchi og'riq turiga kiradi. Ya'ni bemor boshimda lo'qillovchi og'riq bezovta qilyapti deb shikoyat qiladi. Undan tashqari, ko'ngillanish, fotofobiya, yorug'likka ta'sirchanlik, fonofobiya, tovushlarga ta'sirchanlik bilan namoyon bo'ladi. Undan tashqari, ba'zi bemorlarda auralar ham kuzatiladi. Ya'ni boshning qaysi qismidan stimullansa, qaysi qismi ta'sirlansa, o'sha yerga xos belgilar rivojlanadi. Endi buni ta'sirlanishi, ya'ni qanaqa qilib og'riq kelib chiqadi? Bu trigeminal nervni ta'sirlanishi yoki bo'lmasam bosh miya pardalarini ta'sirlanishi natijasida yoki bo'lmasam bosh miya qon tomirlarini ta'sirlantiruvchi vazoaktiv neuropeptidlarni ajralishi. Bular qaysilar? Substansa P, calcitonin gain related peptidlar. Bular o'sha qon tomirlarini ta'sirlantiradi. Endi eng ko'p ayollarda uchraydi. Ya'ni migren og'rig'i ayollarda erkaklarga nisbatan ko'p uchraydi. Pound mezoniga ko'ra og'riq turini mnemonika qilamiz. Ya'ni migrenda mnemonikasiga pound mezonini kiritamiz. Bular qaysi? P ga pulsatsiyalanuvchi, O ga one day duration, ya'ni bir kun davomida davom etishi, U ga unilateral, ya'ni boshning bir qismida bo'luvchi, N ga nausea, ko'ngillanishlar bilan, D ga disabling, ya'ni ishga layoqatsizliklar bilan kechuvchi og'riq hisoblanadi. Demak, shunday qilib eslab qolsak bo'ladi. Endi davosiga keladigan bo'lsak, davosi ikki xil holatda buyuriladi. Misol uchun, acute holatda, ya'ni o'tkir bosh og'rig'i paytidagi davo turi hamda profilaktikasi maqsadida qilinadigan davo turiga bo'lib bemorlarni davolaymiz. Demak, o'tkir paytida nimalar beramiz? NSAIDslar, ya'ni yallig'lanishga qarshi non-steroid preparatlar, triptanlar, dihidroergetaminlar, antimimeticslar, ya'ni ko'ngillanishga qarshi preparatlar. Bular qaysilar? Proxlorperazin hamda metoclopramid kabi dorilarni qo'llasak bo'ladi. Profilaktika maqsadida hayot tarzini o'zgartirish tavsiyalari beramiz. Bular uyquni rejimlash, eksersizlar, ya'ni mashqlar bajarishni buyurish va migren dietasini qilish kabi tavsiyalar beramiz. Undan tashqari dori preparatlaridan beta blokatorlar, amitriptinlar, ya'ni antidepressantlar, topiramid, valproat, botulinum toksin, anti-calcitonin gain related peptidlarga qarshi monoklonal antibodylardan foydalansak bo'ladi. Demak, qisqacha migren haqida shular. Agarda sizga dorilarni qanday dozalash va bemorlarga qanaqa qilib buyurilish qiziq bo'lsa, videoga like bosing va do'stlaringizga tarqatib qo'ying.